Avtomobili 2023 Deno'dan variant ham bor ekan. Xohlasangiz Spark, Cobalt, Nexia 2015 lar bo'lsa, barter qilib qolgan raziyasini gaplashamiz. Cobalt so'raganlarga Medline Deno'dan 2025 15 ming yurgan naqdgan variantga ham через bank ham beraveramiz. Avtomobili 2022 ga 2023 Sarasedan Dehqondan 8 ming kilometr yurgan naqdga kelishtirib beramiz. 4-5 etmasa 1.5 oy variant ham. 2023 ga 2024 Cobalt sotiladi. Deno'dan generalni ham beramiz deyapti. 31 ming yurgan. Cobalt so'raganlarga Deno'dan 23 ga 24 68 ming yurgan naqdgan variant ham kelishamiz. 2025 ga 2026 21 ming yurgan naqdgan variantga ham kelishamiz. Termizdan 2023-yil mexanika sotuvda ekan. Kraskasi toza kelishtirib beramiz. Avtomobili avtomat korobka Deno'dan 2022 ga 71 ming yurgan Cobalt sotiladi. Variant ham bor. Chorvakoga 2023-yil avtomat korobka Cobalt bor ekan, sotar ekan, kelishtirib beramiz. Avtomobili Muzrabotdan 2020-yil 105 ga bermabdi, kelishamiz deb shu akadan variant. Cobalt avtomobili Qizig'dan 2020-yil Cobalt sotuvda ekan, 87 ming yurgan naqdgan variantga ham kelishamiz deb. Avtomobili Muzrabotdan 2019 naqdga kelishtirib beramiz. 2020 Cobalt akamiz sotamiz deb 4-5 etmasa mol qo'ydi sotib bersangiz ham kutamiz deb. Avtomobili avtomat korobka 2020 Muzrabotdan 87 ming yurgan naqdga kelishamiz, 4-5 etmasa kutamiz deb. Cobalt avtomobili Qizig'dan 2019 Do'stmurod aka mahallani Cobalt ekan. Vidroli nomda ko'rib o'tamiz. Ingroq Cobalt so'raganlarga 2024 46 ming yurgan 100 millionni berib qolgan variant qilsak ham bo'ladi. Surxon Media. Barchaga yangilik salom, sizlar bilan Surxon Media kanali. Bugun sana 22-mart 2026-yil Surxondaryo viloyati Deno mashina bozoridan birinchi qism videoni boshladik. Gentra Cobalt so'ragan obunachimiz uchun naqdga variantga через bank bormi? Hammasini tanishtirib o'tamiz. Video yoqsa albatta like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Surxon Mediani ashadiy obunachilari uchun mol bozor, qo'y bozor, sog'in sigirlar so'raganlarga G'iyosbek Xuramov kanalida mol bozor, qo'y bozor narxlari chiqadi. Surxon Mediani 3-kanalda ekranda ham qoldiraman. Kommentariyada silkasini qoldiraman. Ot bozor Surxon TV kanalida chiqadi. Qanunda Deno mashina bozor videosini boshladik. Korotka reklama Deno mashina bozorining ichiga. Assalomu alaykum Adham aka, zo'rmisiz? Assalomu alaykum aka, yaxshi. Ishlardan charchamayapsizmi? Adham akamiz Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'ondan Surxondaryo bo'ylab uyga tunikabon xizmatlari bo'lsa, bemalol bog'lanasizlar. Korotka video qilsizlarga tanishtiraman. YouTube'da, Instagramda to'liq videosi bor. Adham akamiz mana aka Surxondaryodagi, ya'ni Surxondagi uyda bitirgan, Surxondaryo bo'ylab shunaqa xizmatlar qilar ekan. Adham aka, bu uy katta ob'yom ekan, necha kvadrat va narxlari qanday? Narxlari 110 mingdan 135 minggacha. Bu uyimiz 392 kvadrat bo'lgan, kattaligi uchun, ob'yom kattaligi uchun 120 ming so'mdan qilib berganmiz. Ha, ob'yom katta bo'lsa, narxini yana kelishtirib beramiz deyapti. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda Adham akaning nomerini qoldiraman. Surxondaryo bo'ylab tunikabon xizmatlari bo'lsa, bog'lanasizlar. Korotka reklama Deno mashina bozoriga qo'yib o'taman. Azomchilarimiz uyga tunikabon xizmatlari bo'lsa, Adham akamiz 110 mingdan 135 minggacha qilib beryapti. 100 xildan oshiq fasonlar bor ekan. Bemalol bog'lanasizlar. Bu uyimiz Surxondagi uyda bitiribdi ekan. Sizlarga mana mashina bozori ichida korotka reklama qilib o'taman. Uyga tunikabon qildiraman deganlar bo'lsa, Adham akaga bog'lanasizlar. Qarang, juda chiroyli fasonda, juda chiroyli shaklda uyda bitiribdi ekan. Laychani bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Gentra avtomobili 2023-yil mexanika Termizdan akamiz Gentra olib keldi ekan, sotgan ekan, birinchi qo'l ekan. 2023 aka mexanika, kraska qanday aka? Top toza. Kraskasi top toza ekan. Probeg qancha? 112 ming yurgan oq Gentra sotuvda ekan mana aka. Xo'p, kondisioner bor, metani bor, 4-pokoleniya abizlari bor. Mana ko'ryapsizlar motorni. Xo'p, tonirovkalar qilingan orqalari, mana salonchilar, chihol polik bor. Oldi sizdan qiziydi, abagrev monitorlari bor. YouTube'dan qo'shiq kelib ko'rib ketasizlar. Probeg qancha dedingiz aka? 112 ming. 112 ming. Yili necha edi? 2023. Mana yerga o'chgan ekanda, 2023 ekan. Xo'p, mana 2023 mexanik Gentra sotuvdagi pasta zapaskalar bor. Aka, narxi necha pul Termiz Gentrasi? 130 million so'm baho qo'yapti. Albatta kami bor, kelishtirib beramiz deyapti. Savdo necha bo'ldi aka bozor? Savdo 118 bo'ldi. 118 bo'ldi ekan, 130 baho qo'yapti, kelishtirib beramiz deb. Mana Samarqand mashina bozoriga o'tgan hafta video qo'ydik. Samarqandga qaraganda ozgina raziyasi bor ekan. Aka, nomingizdan kelsa, Surxon Media kanalidan ko'rib keldik desangiz, albatta kelishtirib beramiz deyapti. Nomerni aytib qo'ying aka.
93'lik 93lik 633 633 83 38. 83 38 nomeriga bog'lanamiz. Sentra so'raganlarga Dehqondan, Sarasedan 2022 ga 2023 Sarasedan Xorvatandan qora Gentra sotuvda ekan. Gentra olaman deganlar bo'lsa bog'lanasizlar. Xo'p, kraskasi qanday ekan buni? Xo'p, probeg 8000 km, kraskasi toza ekan, benzinda hali gaz pas qo'yilmagan, konditsioner ABS bor. Motor mana zavodskiy germetikga turibdi, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana o'zini radniy baloniga turibdi aka. O'zini radniy baloniga turibdi ekan. Probeg 8000 km yurgan. Mana abagrip oldi salonlari qiziydi, ko'rishingiz mumkin. Xullas, bu maytfon yog'idan chiqqan, zavodda shunday chiqqan. Mana aka. Xo'p, yangi Gentra olib, minaman deganlar bo'lsa, aka sotar ekan. Kuzov 2023 ha? Pasport 23, kuzov 24 ha? Xullas, mana shunday Gentra sotuvda ekan. Mana bagajlari qarang, hali hech narsa ortilmagan, zapaskasi mo'ylov bilan turibdi. Xo'p, pachka Gentra 8000 km yurgan sotuvda ekan. Aka, narxi necha pul? 150 million so'm baho qo'yilyapti. Kelishtirib beriladi albatta. Aka, savdo bo'ldimi yo'qmi? 130 ga bermadingizmi? 139 millionga berilmabdi ekan, 150 baho qo'yapti. Kelishtirib beramiz deyapti. Aka, nomerni ayting. 99lik 777 58 72 shu nomerga bog'lanasizlar. Gentra Sarasedan kelishtirib beramiz deyapti. Aka, naqdga faqat. Ha, yetmaganini 1 oy yarmi kutamiz deyapti. Yangi Cobalt so'raganlarga 2025-yil Medline Cobaltimiz sotuvda ekan, probegi 15000 ha? 15000 km yurgan oq. Tonirovkaga ham ruxsati bor ekan, ko'rishingiz mumkin. 4-pokoleniya propan bor, ABS konditsioner bor. Mana 2025 15000 yurgan Medline sotuvda ekan. 4 ta yumshoq baloni ham bor ekan, oldi orqasi qilingan. Oldiga tonirovkaga ham ruxsati bor. Mana salonchilari probegi 15333 km yurgan. Video registratori ham bor ekan. Mana hammaga nasib qilsin, yangi Cobalt minish, shunday mashinalar. Xo'p, aka nech pul deyapsiz bu 25 ta? 155 baho qo'yilyapti. Aka, savdo bo'ldimi yo'qmi? 155 baho qo'yadi, 150 million atrofigacha so'rayapti ekan, kelishamiz deyapti. Xo'p, naqdga ham, variantga ham, через bank ham gaplashaveramiz. Ketaverar ekan. Nomerni aytib qo'ying aka. 91lik 235 11 shu nomerga bog'lanasizlar. Xohlasangiz bunisini 25 ta, xohlasangiz bunisini olishingiz mumkin. Ikkovi ham Denodan. Gentra so'raganlarga Denodan avtomat korobka 2023-yil qora Gentra sotuvda ekan, shu akadan ekan. Bir qarch joyda petnos bo'lsa 50 million so'm o'tamiz deyapti. Xo'p, 2023 benzinda gaz pas qo'yilmagan, motor ochilmagan, zavodskiy germetikga turibdi, ABS konditsioner bor. Xo'p, 2023-yil Gentrani tanishtiramiz. Aka, biron joyda kraskasi yo'q-a? Yo'q. Xo'p, mana 4 tala balonlari mягкий qo'yilgan, tevada luk ham bor. Meshkar pultlari ham bor, ko'rishingiz mumkin. Salon ichlarini qarang. Abagrif oldisinalar qiziydi. Probeg qancha aka? 909 pultlar bilan turibdi. 60000 yurgan aka? 63000 km yurgan Gentra avtomobili 2023-yil Denodan qora avtomat korobka luklik Gentra sotuvda ekan. Benzinda orqalarini qarang, zapaskalari tushmagan ekan. Aka, nech pul deyapsiz bu 2023 da? 180 million so'm aytilyapti. Savdo nech bo'lyapti aka? 165 ga bermadi. 180 aytilyapti, 165 ga berilmagan qora avtomat korobka Gentra Denodan ekan. Xo'p. Qanaqa mashinalarga barter bor ekan? Sparkka barter qilamiz. 15-yil toza Nexia bo'lsa qilamiz. Damas Laboga qilamiz. Damas Laboga, Sparkka, Nexia 2015 lar bo'lsa barter qilamiz, kelishtirib beramiz deyapti. Nomerni ayting. Bo'lsa, qolganini ozmoz kutishga ham beramiz. Ha, 100 millioni bo'lsa, qolgan ozmoz kutishga ham beramiz deyapti. Telefon nomer 99lik 577 7091. 7091 shu nomerga bog'lanasizlar. Cobalt avtomobili Denodan 2023 ga 2024-yil oq avtomat korobka Cobalt sotuvda ekan, pasport 23, kuzov 2024. Aka, kraskasi qanday? Kraskasi toza ekan, biron joyda kraskasi yo'q, yangi mashina ekan 23 ga 24. Xo'p, ABS bor, konditsioner bor. Xo'p, 4-pokoleniya metan, probeg 37000 ha? Probeg 37000, 4 ta yangi balon qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. 205 ga 65 ga 15 lik. Mana bu orqa baloni. Xo'p, salonchilarni ko'rsak, 3-paytsan bu. Xo'p, mana aka, rullar tushib ko'tarilar ekan, 37000 yurgan avtomat korobka toza Cobalt sotilyapti ekan, Denodan 23 ga 24. Aka, narxi nech pul ekan buni? 140 million so'm aka baho qo'yapti. Bozor nech qilyapti aka?
140 baho qo'yildi, 134 million naqdga berilmoqda ekan, kelishamiz deyapti. Aka, variantlari bormi? Yetmagani bir oy kutamiz deyapti. Xohlasangiz generalni ham beramiz deyapti aka. Nomerni ayting aka. 91lik 235 11 shu nomerga bog'lanasizlar. Medline qilingan ekan 2023 ga 2024-yil qora bayir Cobalt sotuvda ekan. Kraskasi qanday ekan buni? Top toza ekan, buferigacha ekan. Xo'p, 4-pokoleniya metan bor, ABS konditsioner bor. Mana motorlarni qarang. Yurgani qancha aka buni? Yurgani 68 ming yurgan Cobaltimiz. Mana balonlarni qarang. Xullas 23 ga 24 dedingizmi? Mana mana stop start 68 ming yurgan. Mana stop start, monitor, rul, xullas shunaqa narsa, video registrator, chiqonlar qilingan ekan. Tayyor Cobalt sotilyapti ekan. Kraskasi toza ekan. Mana orqa old. Nima deysiz aka? Orqa mana pilsochli faralar qo'yilgan ekan. Aka, narxi necha pul endi 23 ga 24? 38 million savdosi bor. 138 million so'm baho qo'yapti, savdosi bor deyapti, variant ham bor. Aka, bozor necha qildi? 132 qilib ekan, kelishamiz deyapti. Xohlasangiz naqd, xohlasangiz variant, xohlasangiz через bank ham gaplashaveramiz. Aka, nomerni ayting. 33lik 147 0700 nomer ham udar nomer ekan. Shu nomerga bog'lanasizlar. Rossiyadan arzon Sharovaki yana Cobalt olib ketdi ekan. Sotgani ko'rishingiz mumkin. Sharovaki buning yili necha? Yili 23 buni. 2023 mexanikmi, avtomatmi? 2023 avtomat korobka arzon Sharovaki Cobaltni olib ketdi ekan, ko'rishingiz mumkin. Sharovaki kraska qanday buni? Kraskasiga yurganiga javob. Kraskasiga yurganiga javob deyapti. 2023-yil benzinda hali gaz qo'yilmagan, ABS konditsioner bor. Zavodga germetika turibdi, hali motori ochilmagan. Xo'p, mana 4 ta balon yangi ekan, ha? Ha, bir hafta bo'ldi. Bir hafta bo'lgan ekan. Mana oldi, orqa balonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Salonchilar mana chiqoli bor, polukchasi bor. 37 ming yurganmi? 37 ming yurgan avtomat korobka Cobaltni Sharovaki sotyapti ekan. Manaki. Bu oldi knopka, orqasi ruchka ekanda. Yevro variant manaki. Xo'p, taglarda zapaskalari bor. O, tushmagan. Sharovaki necha pul deyapsiz bu Cobaltni endi? 135 deyapmiz. 135 baho qo'yilyapti. Savdoni ayting aka, bo'ldimi yo'qmi? Savdo 125 million bo'ldi. 135 baho qo'yilyapti, 125 million savdo bo'pti ekan, kelishamiz deyapti. Sharovaki naqd variant qanday? Yetmaganni kutamiz. Yetmaganni kutamiz. Nomerni ayting aka. 88 88lik 550 550 4288. 4288 shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Sharovakani tanishlaring mumkin. Sarasa Sharg'onda turadi. Cobalt avtomobili Muzroboddan 2020-yil oq Cobalt sotuvda ekan. Cobalt olaman deganlar bo'lsa, marhamat, 2020 ni kraskasi qanday ekan? Kraskasi toza ekan. Xo'p, mana oldi taraflarini qarang. 2020-yil qiziradi. Muzrobod Cobaltda qiziradi pozor. Xo'p, 4-pokoleniya metan, ABS konditsioner bor. Xo'p, motor ochilmagan aka. Zavodga germetika turibdi-da. Xo'p, mana balonlar ham yangi ekan, Altair balonlar qo'yilgan ekan, sostanasi yaxshi ekan hali. Xo'p, 2020 probeg 174 ming. Mana 174 ming kilometr yurgan. Xo'p, Cobaltimiz Muzroboddan sotuvda ekan. Xo'p, mana sostanasi yaxshi ekan, mana orqa chiqoni olib qo'yibdi, mana orqalarini ham ko'rishingiz mumkin, yangi metan, zapaskalar ham yangi ekan. Aka, narxi necha pul buni? 105 ga bermak, 110 deyapmiz. 105 millionga berilmabdi ekan, 110 million baho qo'yapti, kelishamiz deyapti. Naqd sotamiz aka? Shunday. Aka. Variantni ham 1 2 beramiz. Ha, 1-2 oy yetmagan berishingiz mumkin. 105 savdo bo'ldi ekan, bermabdi, 110 baho qo'yapti. Nomerni aytib qo'ying aka. 94lik 873 873 87 87 shu nomerga bog'lanamiz. Mana Cobalt avtomobili Muzroboddan 2019-yil oq Cobalt sotilar ekan. Mana qarang, sakadiskan udardan qo'yibdi. Udar sakadiska 205 ga 65 ga 15lik. 2019 kraskasi qanday aka? Bitta kapot ustida sepilgan, qolgan joy toza aka. 2019 bu yonni ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, yoqilg'isi pokoleniya metan, ABS konditsionerlari bor. Yurgani qancha aka buni? 132 ming yurgan. Motorlar zo'r aka? Motor hadovoy zo'r. 2019 132 ming yurgan. Mana 133 ming bo'libdi o'sha. Xo'p, mana salonchilari, chiqol polilar yo'q hali. Xo'p, aka, narxi necha pul bu 2019 da? Temir metallari ham bor. 2019 100 million so'm baho qo'yapti. Samarqand mashina bozoridan qaraganda o'zimiz bozor arzon ancha. 100 million so'm aka baho qo'yapti, kelishtirib beramiz deyapti. Savdo bo'limi yo'qmi aka?
90 bo'ldi. 90 million savdo bo'libdi. Kelishamiz deyapti. Naqdga sotamiz aka? Ha, naqd. Nomerni ayting aka. 94lik 94lik 519 519 0733. 0733 nomerga bog'lanamiz. Avtomat korobka Cobalt so'raganlarga 2020-yil oq avtomat korobka Muzravatdan Cobaltimiz sotilar ekan. Kraska qanday aka? Kraskasi top toza ekan. 2020 87 ming yurgan ekan. Mana xo'p, kondisioner ABS bor, 4-pokoleniya propan ham bor. Nadomtarimiz 8 diskalik. Xo'p, o'zini balonida mana aka salonchilari 87 ming kilometr yurgan avtomat korobka Cobalt sotuvda ekan. Xo'p, Muzravatda Cobaltda. Aka nech plyas bu avtomatni? Avtomatda ana tagida propan zapaskani joyida 120 million so'm baho qo'yilyapti ekan. Aka savdo bo'ldimi yo'qmi? Savdo. Nech? 120 baho qo'yapti, 112 millionga bermadi, kelishamiz deyapti. Aka naqd variant kelishamiz ha? Nomerni ayting aka. 94lik 265 41 48 nomerga bog'lanasizlar. Sheroboddan Muzrabotdan, ya'ni Cobaltimiz sotuvda ekan, shu akadan kelishtirib beramiz deyapti. Bu Cobalt ham Do'stmurod aka mahallasidanmi? Qiziriqdan ekan. 2020 aka? 2020-yil oq Cobalt sotuvda ekan. Mana Qiziriqdan akamiz yana Cobalt olib kelibdi ekan. Boshqa akamiz 2020 metan bor. Xo'p, kondisioner bor, ABS bor. Mana aka 2020 Cobalt sotilyapti ekan. Kraskasi qanday aka? Kraskasi yo'q. Balonlari ham yaxshi ekan. Probeg qancha aka? Probeg 70 mana 7000 ekan. Ko'ryapsizlarmi? Tabloni ko'rsatyapti. Monitorlari bor, video registratorlari bor. Evakuatormi qanaqadir polik qo'yilgan, chihol quyma polik yo'q ekan. Ko'rishingiz mumkin. Aka nech plyas bu Cobalt Qiziriqnikini? Narxi 118 million bo'lsa beramiz deyapti ekan. Savdo nechi bo'l aka bozor? Savdo bo'lgan yo'q. Hali savdo bo'lgan yo'q. 118 bo'lsa beramiz deyapti, kelishamiz deyapti. Yil nechi edi aka? 2020. Kraskasi yo'q dedingiz a? Kraskasi yo'q. 118 million bo'lsa shu aka sotamiz deyapti. Nomerni ayting aka. 94lik 224 44 90 shu nomerga bog'lanamiz. Aka variant bormi yo'qmi? Hozir yetmasa qo'yma oldi sotib beraverasizlar, kutadi biron yarim oy. Cobalt avtomobili Qiziriqdan 2019-yil oq Cobalt sotuvda ekan. Kraskasi qanday bu 2019? 2019 kraskasi toza ekan. Xo'p, 4-pokoleniya metan, ABS, kondisioner bor. Mana motorni qarang, savatda ishlayapti ekan. Xo'p, 2019 kraskasi toza ekan, balonlari ham yangi turibdi. Mana polni shumkalar bo'lgan ekan. Xo'p, chiqonlari ham bor ekan a. Probeg qancha? 149 ming. 2019 149 ming yurgan Qiziriqdan Cobalt sotuvda ekan. Do'stmurod akani mahallasidan Cobalt kelibdi ekan. Mana aka Cobalt so'raganlarga mana orqa salonlarini qarang. Mana metallari ham bor ekan. Aka narxi nechi pul? 115 million so'm baho qo'yapti ekan. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? 115 baho qo'yiladi, 107 gacha savdo bo'ldi ekan, kelishamiz deyapti. Nomerni aytib qo'ying aka. 97lik 535 00 0019 nomerga bog'lanamiz. Cobalt olaman deganlar bo'lsa kelishamiz deyapti. Yangi Cobalt so'raganlarga 25 ga 26 Cobalt sotilar ekan. Tex pasport 25, kuzov 2026-yil Denodan oq Cobalt. Xo'p, kraskasi qanday? Kraskasi toza ekan. Hali benzinda gaz pas qo'yilmagan. Ko'rishingiz mumkin. Kondisioner bor, ABS bor. Mana motorlari qarang, qanday toza turibdi. 25 ga 26 avtomat korobka. 4 ta yangi balon ham qo'yilgan. Mana oldi orqalar qilingan. Polni 5 shumkalar bo'lgan ekan. Xo'p, probeg qancha? Mana probegi 21 ming kilometr yurgan. Xo'p, ichidagi hamma narsasi bor. Ko'ryapsizlarmi? 21 ming yurgan 2025 Cobalt sotilyapti Denodan. Xo'p, aka narxi nechi pul? 150 million so'm endi aytilish bahosi, kelishamiz deyapti, so'rayveradi, savdo qilasizlar. Aka bozor nechi qilyapti? 142 143 million atrofida savdo bo'lib ekan, kelishamiz deyapti ekan. 4-5 so'm etmasa kelishamiz a. Nomerni aytmang aka. 97lik 552 0020 shu nomerga bog'lanamiz. Cobalt avtomobili 2022-yil Denodan avtomat korobka oq Cobalt sotuvda ekan. Cobalt olaman deganlar bo'lsa akaga bog'lanasizlar. Aka 2022 ning kraskasi qanday? Kraska toza. 2022 4-pokoleniya propan ABS kondisioner bor. Mana motorni qarang, hali ochilmaganmi aka? Xo'p, hali kulish tegmagan, ochilmagan deyapti. 2022 avtomat korobka 4 balon yangi
Xo'p, mana salonchini ham ko'rsatsak, salonchilar chiqonlari bor. Probeg 71 mingmi aka? Probeg 71 ming yurgan. Italik kaliti yevros. Ha, ikkitalik kalit yevrosi ekan mana. Xo'p, 2022 avtomat korobka Cobalt Denodan sotilyapti ekan. 71 ming kilometr yurgan, Euro 4 propan qo'yilgan. Zo'rmisiz aka? Aka narxi necha pul? 130 million savdosi bor. 130 million so'm aka baho qilyapti. Savdosi necha bo'lyapti aka? 123, 22. 130 baho qilyapti, 122, 123 savdo bo'lyapti ekan. Kelishamiz deyapti. Aka, variant bormi yo'qmi? Variant ham bor ekan. Nomerni aytib qo'ying aka. 33lik 147 0700 shu nomerga bog'lanasizlar. Cobalt Denodan kelib ko'rib, minib ko'rib, tekshirib olasizlar. Cobalt avtomobili yili yangiroq Cobalt so'raganlarga 2024-yil Cobalt sotuvda ekan. Aka oq Cobalt ekan. Xo'p. Varianti bor deb yozib ham qo'yibdi akamiz mana ekranda. 2024. Xo'p, ABS bor, konditsioner bor, metan bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Probeg qancha aka? Xo'p, kraskasi qanday aka buni? Kraskasi yo'q, petnosi bor ekan. Xo'p, 46 ming yurganmi aka? Probeg 46 ming yurgan, ko'rishingiz mumkin. Mana aka Qiziriqdan aka bu ham. Qiziriq o'zi hammasi aka moshin purishib ketyaptimi yo dehqonlar ko'payib ketdimi, nima bo'lyapti? Xo'p, mana azobcharimiz Qiziriqdan Cobaltimiz sotuvda ekan. Cobalt olaman deganlar bo'lsa, marhamat 46 ming yurgan, mexanika, kraskasi yo'q ekan. Xo'p, 2024 Cobalt sotilyapti, yili yangiroq. Aka, narxi necha pul? Narxi 145 deyapmiz. Narxi 145 baho qo'yilyapti, kelishamiz deyapti. Aka, savdoni ayting aka. Savdo. Hali yo'q savdo. 145 deyilyapti, kelishamiz-da. Misol uchun 100 millionni berib, qolgan kelishsak ham bo'laveramiz, variant qilib bemalol bog'lanasizlar. Telefon nomer 99 nima aka? 94lik 224 4490. Xato aytyapsiz, 244 ku. Ha, 224 4490. Shu nomerga bog'lanasizlar. Va yana Cobalt avtomobili Qiziriqdan 2020-yil kraskasi toza oq Cobalt sotuvda ekan. 2020 Cobalt oladiganlar bo'lsa, aka kelishtirib beramiz deyapti. Xo'p, yoqilg'isi metan, ABS konditsioner bor. Mana hali motori ochilmagan, zavodskiy germetikka turibdi. Xo'p, 2020 bu 185 ga 75 ga 14 baloni, qoshlar qo'yilgan, salonchilar bilan qo'yma poliga ham bor ekan. Chiqonlari yo'q ekan, nimasi bor ekan? Xo'p, 79 ming yurganmi bu? 19 ha? Ha, 20, testi 20, 79 ming yurgan Qiziriqdan mana shu akadan Cobalt sotilyapti ekan. Xo'p, mana orqa sastenlari. Aka, necha plyas bu 20 ni? 120 million so'm baho qo'yildi ekan. Savdo qanday aka? Necha pul so'radi bozor? 120 baho qo'yilyapti, 114, 115 million atrofida savdo bo'ldi, kelishamiz deyapti. Aka, nomerni aytib qo'ying. 95lik 437 66 shu nomerga bog'lanamiz. Qiziriqdan mana aka Cobalt sotiladi, kelishtirib beramiz deyapti aka. Naqd variant hammasiga o'ynaymiz deyapti aka.